Assalomu alaykum qadrdon podpischilar. Hozir men ham bitta xonadonda ish qilyapti turdik. Bu yerga tunikofon oqqani kelganmiz. Hozir karkazlari bo'ldi. Bitta shu yerda hozir ertaga bir 2 soatlik ish qoldi. Lekin men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bir narsam, bitta narsa. Hop. Bitta ayvonda qilingan paytda shoshilinchda bo'lgan hashardagi uy. Shu yerda perikoz bo'lgan. Mana hozir ko'ryapsizlarmi? Shifr chekkadan ketgan. Perikozni 23 sm bo'lyapti. Biz bu yerdan 0 dan chiqarib kelib 90'ını chiqarib 0 dan keldikda, keyin mana shu tomondan perikozni chiqardik. Perikozni chiqargan joyda mana qilib strapila ulab chiqarib, tepasini tunuka bilan shifrni davom ettirib qo'yamiz-da. Qolganini shunday qilib perikozni yo'qotdik. Sizlarda qanaqa fikrlar bor? Shunaqa joy kelib qolsa, yana qanaqa qilib perikozni yo'qotsa bo'ladi? Yo patologiyani ichiga sochib yuborish kerakmi perikozni? 23 sm bu yerda masofa 3.30 joyga 23 sm perikoz sochib yuborsa bo'ladimi yoki xuddi bizga o'xshab shunaqa qilib chiqarish kerakmi? Fikringlarni kommentariyada qoldiringlar. E'tiborlar uchun rahmat.